Assalomu alaykum va rahmatulloh. Ustoz hadislarni sahih, nosahih ekanligini qayerdan ajratilinadi? Sanadi yoki roviysi deganda nima tushuniladi? Hadisning sahih, nosahihligi, ana misol uchun Imom Buxoriy, Muhammad ibn Ismoil al-Buxoriy rahimahulloh muhaddislarning eng ulug'laridan. Bu zot sahih hadis yig'ishligida barcha muhaddislarga ibrat bo'lganlar va o'zlarini sharti bo'lgan. Misol uchun hadisni to'plashlikda o'zlariga shart qo'yganlar. Shart qanaqa? Payg'ambar alayhissalomning hadislari haqiqiy sahih bo'lishligi uchun rivoyat qiluvchi odamlar biron marta hayotida yolg'on gapirmagan bo'lishligi kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni oldilarida yurgan o'sha sahobalar nihoyatda zehni o'tkir bo'lishligi kerak. Yod olgan narsalarni esdan chiqarmaydigan, bemalol to'g'ri aytib bera oladigan bo'lish kerak. Va taqvosi jihatdan o'ziga juda ham to'g'ri bo'lishligi kerak degan ma'noda bir necha shartlarni qo'yganlar. Shu kabi Imom Termiziy rahmatullohi alayhi, misol uchun Sunan Termiziy kitobini yozganlar. Iso at-Termiziy ikki kishi bular. Undan keyin Ibn Majah yoki Imom Muslim, Nasoiy, Abu Dawud va hokazo muhaddislar o'zlarini o'sha hadis yig'ishligida shartlari bo'lgan, o'zlarini xos shartlariga muvofiq hadislarni to'plaganlar. O'sha hadis to'plashlik asnosida bitta hadisni nechta sahobalar va nechta sanadi bilan rivoyat qilganlarini ham hammasini birma-bir ko'rib chiqqanlar. Misol uchun sanad deganda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu eshitganlar. Misol uchun yoki Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu. U kishidan Hazrat Umar radhiyallohu anhu aytganlar. Men Abdulloh ibn Mas'udni Payg'ambar alayhisalomdan aytgan gaplarini eshitdim deganlar, misol uchun. Hazrat Umar radhiyallohu anhuning so'zlarini Abdulloh ibn Umar, ya'ni o'g'illari eshitganlar. Abdulloh ibn Umar radhiyallohu anhudan tobiinlardan bo'lgan zotlar, misol uchun Ahmad ibn Hanbal rahmatullohi alayhigacha yetib kelgan bir nechta otalaridan, bobolaridan aytib kelgan. Ahmad ibn Hanbal rahmatullohi alayhidan shogirdlari eshitgan. Shogirdlardan shogirdi, shogirdlardan shogirdi mana shunday qilib toinki Imom Nasoiygacha yoki Ibn Majahgacha yoki Imom Muslimgacha yoki Termiziy rahmatullohi alayhimlargacha hammasini sanadi, ya'ni birma-bir ulangan kishilar hammasi kimdan rivoyat qilganligi haqidagi gaplarning hammasi bo'lgan. O'shani birma-bir sanad deydi shuni. Ya'ni silsila yoki zanjir deydi. Bir-biriga bog'lanib kelib, hozirgi davrgacha kimdan rivoyat qilinganligini hammasini birma-bir qarab chiqqan. O'sha rivoyat qilgan kishini roviy deyiladi. Roviysi degani o'sha rivoyat qiluvchisi degani. Ism fa'il ma'nosida. Bu o'sha 6 ta sahih hadislarni yiqqan sihoh sitta deydi. O'sha zotlarni hammalari o'zlarini shartlariga muvofiq holatda yiqqan hadislarni sahih hadis deyiladi. Endi sahih bo'lmagan hadislarni ham yiqqanlar. Bu sahih bo'lmagan deb alohida kitob to'plamida falonchilardan rivoyat qilingan deydi-da. U sahobalar bitta sahobadan rivoyat qilgan bo'lishi mumkin. O'sha eshitgan odam 5-6 ta emas, bitta sahoba.
beshta oltita sahobalardan hammasidan bir xil hadislarni eshitishlikni shu sahih darajasida yoki mutavotir darajasida deydi. O'sha darajaga qarab hadislar ham bo'linadi. Zaif degani roviylarida yoki san'atlarida ozgincha uzilish bo'lgan bo'lishi mumkin. Shunga o'xshaydigan holatiga qarab sahih, sarih yoki nosahih, zaif, mavzu hadislar deyiladi. Mavzu to'qima hadislar ham bo'ladi. Palonchidan eshitdim deydi, lekin asli yo'q uni. Tepaga qarasangiz hech kimdan rivoyat bo'lmagan bo'ladi. O'shalarni ham bu zotlar o'sha hadis yig'uvchi muhaddislar yig'ib, jamlab o'shalarni hammasini kitoblarga yozib ketganlar. O'shani demak o'zlarining shartlariga muvofiq yig'ilgan va bir necha sahobalardan rivoyat qilingan narsalarga qarab sahih nosahligi ajraladi. Endi buni hozirgi paytda ba'zi birlar buni sahih deyilgan, buni nosahih deyilgan deb bilmasdan aytib yorishlik bu juda og'ir narsa. Yoki mana bu ham hadis ekan deb hadis bo'lmagan narsani aytishlik ham juda katta gunoh bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam man kadiba alayya mutaammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Kim qasddan agar meni aytmagan narsalarimni aytdi deb aytadigan bo'lsa, ya'ni qasddan yolg'on gapirib hadislarni to'qisa, falyatabawwa, ya'ni o'zini o'rnini jahannamdan tayyorlaversin deganlar. O'shaning uchun ham sahobalarning ko'plari ko'p eshitgan narsalarni ham Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan eshitgan bo'lsalarda aytishlikka qo'rqqanlar. Noto'g'ri aytib qo'ymayin, ya'ni ana o'sha hadisning taxtiga kirib qolmayin deb juda ham o'zlarini ehtiyot qilganlar. Bu borada Abu Hurayra radhiyallohu anhu, ya'ni erkak sahobiylarning ichida eng ko'p rivoyat qilgan kishi bo'ladilar. Ayollardan esa Oysha radhiyallohu anha onamiz eng ko'p hadislarni rivoyat qilganlar. Bu kitoblarda jamlanib bizlargacha alhamdulillah yetib kelgan. Alloh taolo payg'ambar alayhissalom haqlarida yolg'on gapirishlikdan o'zimizni asrasin, hammamizni ham to'qima hadislarni aytib qo'yishlikdan ham Parvardigor o'zi asrab, to'g'ri ma'nodagi hadislarni eshitib unga amal qilishligimizni hammamizga muvaffaq qilsin. Assalomu alaykum va rahmatulloh.